Ikkinchi usulda esa multimetrdan foydalanamiz. Bunda iste'molchimiz quvvat manbaidan o'zamiz va komga qora shnurimizni tiqamiz va amperga 20 amperga qizil shnurimizni tiqamiz va multimetrimizni amperni o'lchashga sozlab olamiz va o'zgaruvchan tokni o'lchash uchun sozlab olamiz. Ampermetr bizga ma'lumki, iste'molchiga nisbatan ketmaga to'lanadi. Buni biz ketmaga to'laymiz. Ya'ni quvvat manbai kelyapti, multimetrimizga kiryapti va multimetrimiz orqali, ya'ni multimetrimiz bilan iste'molchi bir-biriga nisbatan ketmaga to'lanyapti. Va multimetrimiz orqali tenimizga kuchlanish o'tyapti. Natijada multimetrimiz displeyda tok kuchini ko'rsatyapti. Bu ikki xil usulda ham buni tekshirsak bo'ladi, ya'ni bir xil chiqadi. Lekin flash orqali o'lchash nisbatan xavfsiz va qulay hisoblanadi.